Bizning 26-son maktabgacha ta'lim tashkilotimiz ayrim texnik nosozliklarga ko'ra ma'lum bir muddatga yopilib turgan edi. Hozirda barcha kamchiliklar bartaraf qilinib, ish faoliyatimiz to'la to'kis yo'lga tushib ketdi. Bu uchun avvalambor viloyat prokuraturasiga, tuman prokuraturasiga, maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasiga, maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi Abdurahim Odilbekova, tuman hokimligiga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz va ota-onalarimizga, Shodlik mahallamizdagi ota-onalarga, qo'shni mahalladagi ota-onalarga ish faoliyatimiz to'la to'kis o'z o'rniga tushib, ishimizni boshlaganimiz uchun xabardor qilamiz. Bemalol o'z farzandlarini sevimli maskanimiz 26-son maktabgacha ta'lim tashkilotiga olib kelishlarini so'rab qolamiz. Ijtimoiy tarmoq vakillariga bizning shu bog'chamizni chetlab o'tmaganliklari uchun, bizning 26-son maktabgacha ta'lim tashkilotiga e'tiborlari uchun ularga ham alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.